akalar, men rasmni yasaganim yo'q. Rasmga tushish men uchun orzu bo'lmagan. Просто bir o'zga guruhda ko'rishib qolganimizda rasmga tushib qo'yuvdim. Shuni qo'yib qo'ydim. To'g'ri o'ylamaydi. Har xil gap so'zlar kerak emas. Так что u men jo'ram bo'ladi. Bunaqa xolisinglar Telegramdan tashlagan videosini ham qo'yib qo'yishim mumkin. Menga kimdir bilan tanish bo'lishim avtoritet emas. Shuning uchun просто так o'zinglar uchun bilib olaveringlar. Uraveringlar, хорошо? Sog' bo'lasizlar. Boya o'rtog'im jo'ram pul yuborgan ekan. Mani eslab rasm qo'yibsan. O'shanga nima qilasan? Seni xursand qilay degandim. Xafa bo'lganimdan xafa bo'lma debdi-da. Keyin men aytdim, bankka kirib pullarni olib chiqsam, SMS ham yozib qo'yibdi. Nima qilaman endi men bu pochkani desam? Mayli, xohlasang ishlat, xohlasang o'zing yaxshi ko'rgan podpischiklaringga bir qismini berib ol debdi. O'shanga o'ylanib turibman. Bir qismini berib olsammikan, sizlarga.